Diqqat qiling, tezkor ob-havo ma'lumotlari. Assalomu alaykum hurmatli tomoshabin. O'zgidromet markazi respublikamiz hududida 12-martdan 15-mart kunlariga ob-havo ma'lumotlarini e'lon qildi. Bunga ko'ra, Qoraqalpog'iston Respublikasi, Xorazm, Buxoro, Navoiy viloyatlarida 12-13 aprel kunlari yog'ingarchiliklar kutilmaydi. 14 hamda 15 aprel kunlari esa ba'zi joylarda qisqa muddatli yomg'ir yog'ishi momaqaldiroq bo'lishi kutilmoqda. Shamol o'zgaruvchan bo'ladi, g'arbdan sekundiga 7-12 metr tezlikda esadi. Ba'zi joylarda shamolning tezligi 13-18 metrgacha ham kuchayishi mumkin. Haroratlar kechalari 12-14 aprel kunlari 10-15 daraja iliq, 15 aprel kuni esa 8-13 darajani tashkil etadi. Kunduz kunlari 12-13 aprel kunlari 23-28 darajani tashkil etgan bo'lsa, 14 hamda 15 aprel kunlari esa 15-20 darajani ko'rsatadi. Toshkent, Samarqand, Jizzax, Sirdaryo, Qashqadaryo hamda Surxondaryo viloyatlarida ham havo o'zgaruvchan bo'ladi. 12 aprel kuni ba'zi joylarda qisqa muddatli yomg'ir yog'ishi kutilmoqda. Momaqaldiroq bo'lishi mumkin. 13-15 aprel kunlari esa yog'ingarchiliklar kutilmaydi. Shamol sharqdan sekundiga 7-12 metr tezlikda esadi. Haroratlar kechalari 12 aprel kuni 8-13 daraja iliq, kunduz kuni 20-25 daraja iliq bo'ladi. 13-15 aprel kunlari esa kechalari 10-15 daraja iliq, kunduz kunlari 23-28 darajani tashkil etadi. Respublikamizning vodiy hududlarida, ya'ni Andijon, Farg'ona, Namangan viloyatlarida ham havo o'zgaruvchan bo'ladi. 12 aprel kuni ayrim joylarda qisqa muddatli yomg'ir yog'ishi momaqaldiroq bo'lishi kutilmoqda. 13-15 aprel kunlari esa yog'ingarchiliklar kutilmaydi. Shamol o'zgaruvchan yo'nalishda g'arbdan sekundiga 5-10 metr sekund tezlikda esadi. Haroratlar 12 aprel kuni kechasi 8-13 daraja iliq, kunduz kunlari 20-25 darajani tashkil etadi. 13-15 aprel kunlari esa kechalari 10-15 daraja iliq, kunduz kunlari 23-28 darajani tashkil etadi. Respublikamizning tog'oldi va tog'li hududlarida ham havo o'zgaruvchan bo'ladi. 12-13 aprel kunlari ba'zi joylarda vaqti bilan yomg'ir yog'ishi momaqaldiroq bo'lishi kutilmoqda. 14-15 aprel kunlari esa yog'ingarchiliklar kutilmaydi. Shamol o'zgaruvchan yo'nalishda g'arbdan sekundiga 7-12 metr tezlikda esadi. Haroratlar kechalari 12-13 aprel kunlari 3-8 daraja iliq, 14-15 aprel kunlari esa 5-10 daraja iliq bo'ladi. Kunduz kunlari 10-15 darajadan 15-20 darajagacha ko'tarilib turadi. Sizlarga yetkazmoqchi bo'lgan xabarlarim shulardan iborat edi. E'tiboringiz uchun rahmat. Sog' bo'ling, salomat bo'ling.